Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga MagoO'z ilovasi orqali qanday qilib kredit bitimlarini tuzishga taqiq qo'yishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun biz birinchi navbatda MagoO'z ilovasiga kirib olishimiz kerak va shunda kirish bo'limiga o'tamiz. Demak, biz ikki xil usulda MagoO'zga kirishimiz mumkin. MyID yoki OneID orqali. MyID orqali pasport seriya raqamlari va tug'ilgan sanani kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, ma'lumotlarni kiritgandan so'ng bizdan Face ID qilish talab etiladi va Face ID muvaffaqiyatli o'tganda ilovaga PIN kod o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Saqlash giperhavolasi ustiga bosamiz. Demak, bu yerdan xizmatlar bo'limiga o'tamiz. Demak, iqtisodiyot va biznes bo'limiga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan pastroqqa tushamiz va kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish yoki taqiqni olib tashlash bo'limiga kirishamiz. Xizmatdan foydalanish giperhavolasi ustiga bosishimiz orqali demak bu yerda mana sizni so'rovingiz natijasi faollashtirish giperhavolasi ustiga bosamiz. Demak, men faollashtirish ustiga bosdim va bu yerda mana kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish holati yoqilgan bo'lib ko'rsatib turibdi. Agar xizmatni o'chirmoqchi bo'lsangiz, bu yerda pastda xizmatni o'chirish bo'limi ham mavjud. Demak, bugungi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.